Endilikda boshlang'ich to'lovsiz olib ketish imkoniyati bor. Yangi chiqqan model ham bor. Xohlasangiz shassisi bor, xohlasangiz xullas birin-ketin ma'lumot beramiz do'stlar. Xo'p, qo'shbalon avtomashinamiz oldi orqa risol. Hammasi turbina motor. Mana do'stlar, ishlab chiqaruvchimiz tomonidan 100 ming kilometr probeg yoki 3 yil davomida bepul kafolat, lekin 31-martgacha maxsus taklif aksiya e'lon qilganmiz. Ro'za Ramazon munosabati bilan birinchi spanning, ikkinchi spanning muammo yo'q. Kojinning, parashutlari bor. Jaydari qilib aytadigan bo'lsak, assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, bir pulsiz endilikda pul topar avtomashinalarni olish imkoniyati bor. Videoda batafsil ko'rsatamiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podeliza qilib qo'yasizlar. Asosiysi islomiy shartlarda kelishlar ekan. Videomizni boshladik. Pul topar avtomashina so'ragan obunachilarimiz uchun ajoyib yangilik. Ya'ni bu avtomashinalarga endilikda boshlang'ich to'lovsiz olib ketish imkoniyati bor. Xohlasangiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Sonlaringiz yaxshimi? Omonmisiz? Rahmat. Yangi chiqqan model ham bor. Xohlasangiz shassisi bor, xohlasangiz xullas birin-ketin ma'lumot beramiz do'stlar. Xullas do'stlar, aksiyalari ham bor ekan. Aka, birin-ketin marhamat, yangiliklar bersak. Bugungi kundagi aksiyamiz haqida ma'lumot berib o'tsam, FAV shassi tegachimiz o'zi asl narxi 295 million bo'lgan holatda 31-mart holatigacha xaridorlarimizga 272 million narx orqali sotish orqali yetkazib berish imkoniyatiga egamiz. Maxsus taklif bo'lyapti-ku do'stlar. Xo'p, qo'shbalon avtomashinamiz oldi orqa risol. Hammasi turbina motor. Mana do'stlar, turbinasini ham bitta baho berib bersizlar. Xullas, bu unga gaz o'rnatsa bo'ladimi yoki yo'qmi, dizel ekan deyishlari mumkin. Nima deysiz aka shunga? Albatta, bugungi kunda bizni istalgan mahsulotimiz, transport vositalarimizga gaz uskunalarini o'rnatish orqali foydalansa bo'ladi. Bunda muammosi yo'q. Muammosi umuman yo'q. Yana bitta zo'r joyini aytaman do'stlar. Bu hamma avtomashinalarimiz FAV avtomashinasi o'zimizda ishlab chiqarilyapti do'stlar. Kimda kim qiziqsa, addenniy obzorlari ham bor. Havola qoldiraman do'stlar, bemalol pastga o'tsalaring, addenniy obzorlarni ham qo'yib ketamiz. Xo'p, navbatdagi KAMAZ o'rniga ham boshqacha variant bormi deganlar uchun xohlasangiz har xil varianti bor. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz to'g'risida ma'lumot bersangiz? Bu avtotransport vositamiz 5 tonnali avtosamosval hisoblanadi. Yuk ko'tarish 5 tonna. Bugungi kundagi narxi 495 million 40 ming so'm orqali xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, kabinasi ham bor ekan. Mabodo danli yo'lda ketayotganingizda do'stlar, bu avtomashinani sekingina oppali mana ko'rishlari mumkin. Orqasida spannisi ham bor. Mexanika xo'p, 7 talik, 8 talik korobka. Avtomashinamiz rullari gidrolika, 5 tonnalik. To'g'ri. Xo'p, endi bularga necha yil garantiya beramiz? Turbina ekan hammasi. Bizni barcha mahsulotlarimizga ishlab chiqaruvchimiz tomonidan 100 ming kilometr probeg yoki 3 yil davomida bepul kafolat xizmati ko'rsatiladi. Ana do'stlar, eshitdilar-a? Bular zapchasidan topalamanmi, yo'qmi deb oldin o'ylardilaring-ku. Hozir umuman muammosi yo'q. Nima uchun unaqa muammosi yo'q deyapman do'stlar? Tayyor servisi ham mana shu yerda hozir ko'rsataman uni ham. Do'stlar, xullas servisdan, zapchasidan muammo yo'q. Shuna kelasiz, nalichida olib ketsalaring bo'ladi. Xo'p. Qaranglar, bu ham 7 tonnalikmi? U 7 tonnali avtofurgonimiz. Bu mahsulotimizga ham bugungi kunda aksiya e'lon qilganmiz. Maxsus taklif asosida o'zi narxi 434 million bo'lishiga qaramasdan 31-mart holatigacha 419 million narx oliy xarid qilish imkoniyatiga ega xaridorlarimiz. Tushunarli. Multirul avtomashinamizda ham bunday mexanika 6 talik do'stlar. Xullas, mana karbon elementlar nima deyapti avtomashinada? Xullas, bunda ham spannisi bor. Isuzudan ancha keng. Lekin maqtash u yoqda tursin bu mashinani. To'g'risini aytsam, mahsulotni bor-boricha ko'rsatyapman sizlarga, ya'ni avtomashinani. Xo'p, qaranglar.
eniga qancha, uzunligi qancha buni? Xo'p, turbina bu ham do'stlar. Ko'rishlari mumkin. Mana aytmoqchi, yon tomonlariga ma'lumotlar yozib qo'yilgan, yana qo'shimcha qiziqqanlar bo'lgan bo'lsa, gap yo'q. Lekin sizlarga qaranglar. Xohlasalar yon tomondan 5 metr uzunlasiga, balandligi 210, 210 ichki hajmi bo'lyapti. 21 kub ob'yom bilan, 21,5 kub ob'yom bilan furgonimiz taqdim qilamiz. Tushunarli. Xo'p, do'stlar, qaranglar, yon tomondan ham ochilish imkoniyati bor, xohlasangiz orqadan imkoniyati bor. Qani yengil ko'rsatib ketaylik, zavodskoy shumkalikdan. Do'stlar, tag qismlariga ham e'tibor berasizlar, har 40 santimetrda qo'yilgan va bu yerda rezinkalar qo'yilgan. Oldi, orqa bunda ham ressor bo'ladi avtomashinada. Ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, kimda kim qiziqsa kelaverasizlar. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, hozir narxlarini aytib o'tiladi do'stlar. Qaranglar, videoni qaranglar. Hoppa. Xo'p, aka, buni narxi qanaqa? Bu tegachimiz bu texnikamiz transport vositamiz o'zi narxi 434 million. Lekin 31-martgacha maxsus taklif aksiya e'lon qilganmiz. Ro'za Ramazon munosabati bilan. Demakki 419 million pul mablag'i orqali xarid qilib, o'z egalari olib chiqib ketishlari mumkin. Yana boshidagi gapga qaytadigan bo'lsam-da, aka, boshida gapni ochib qo'ydim. Boshlang'ich to'lovsiz 12 ta viloyatga mana obunachilarim kelsa olib ketaveradimi? Albatta. Albatta. Garov evaziga biron bir ko'chmas mulk yoki transport vositasini garovga qo'yish orqali 1 yildan 5 yilgacha bemalol grafik to'lovlari orqali amalga oshirgan holda olib chiqib ketishlari mumkin. Aka, islomiy tarzda bo'ladimi? Albatta. Gap yo'q. Pastda raqamlar qoldiraman do'stlar. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun bemalol aloqaga chiqasizlar. Bu ya'ni nima bas? Nimasidan bo'ladi? Kredit bas. Shunday islomiy tarzda kelishasizlar. Xullas, lizing asosida olib ketish imkoniyati bor. Yana qo'shimcha ma'lumotlar uchun bemalol pastda raqamlar qoldiraman do'stlar. Bu avtomashinamizga o'tamiz. Kimda kim qiziqsa, tegach avtomashinamiz. Lekin qaranglar. Xullas, bitta gap bilan aytadigan bo'lsam, 4 xil mahsulot, misol uchun mashina bo'lgan bo'lsa, 4 xil, 5 xil. Bularda undan ham ko'p ekan. Aka, taxminan qog'oz bo'yicha 20 tadan oshiq ko'ryapman. Shunaqa? Shunday. Bugungi kundagi 25 xildan ko'p turkumga mansub bo'lgan transport vositalarimiz bor. Aynan hozirgi yorqin namunalari bitta qo'yilgan. Xo'p. Bu tayyor gazligidan do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Voy. Bu yevropeyskiy bo'lib yotibdi bu mashina, aka. Buni qaranglar, yumshoqligini qaranglar. Likillatyapman. Shunaqa yumshoq. Xo'p. Multirul avtomashinamizda karbon elementlari avtomashinamizda ko'rishlaringiz mumkin, keng ekan. Birinchi spanli, ikkinchi spanli, muammo yo'q. Kojinni, parashutlari bor. Jaydari qilib aytadigan bo'lsak, mashina gap yo'q, lekin bor-ku. Bitta qo'lda qaltirab ketayotgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar do'stlar. Sababi bitta qo'lda oson emas, kadr tushasiz. Bu yerda qo'shimcha o'sha nimalari ko'rishlaringiz mumkin, jihozlari shpontlar bilan qilingan. Har bitta joylari shpontlar bilan bo'lgan, ya'ni bolt, shpont shunaqa qilingan do'stlar. Xo'p, mana orqadan ko'rinishlari tegachimiz do'stlar. Xo'p, bunga ham gaz qo'yilgan, tayyor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi qancha aka buni? Bugungi kundagi narxi 861 million deb e'lon qilingan. Bemalol buni ham o'sha to'lovlarni amalga oshirib olib chiqib ketishligi mumkin. Hozirgi kunda tayyor holatda transport vositalari mavjud. Gap yo'q. Optimal variantga ham qiziqqan obunachilarimiz uchun bitta pasportga 1 yildan 5 yilgacha imkoniyatlari bor do'stlar. Xo'p, navbatdagi avtomashinamizga ham bitta baho berasizlar. Xo'p, necha metr uzunligi buni? 8,5 metr bo'lgan avtofurgon hisoblanadi. Salni metalik qoplamali anaqa bilan qoplangan. Gap yo'q. Qoplama bilan qoplangan. Bu ham turbinami aka shunda? Albatta. Turbina motor. Gap yo'q. Bitta baho berib olasizlar do'stlar. Qaranglar. Voy. Hoppali, qani. Mana. Hammasi gidrolik, aka. Hozir odam o'tib ketyapti ekan, yonlardan eshitmay qoldilar. Xo'p. Mana ikkinchi spanni
ko'rishlaringiz mumkin. Ruxspanli ekan do'stlar. Gap yo'q. Kavenini qayishini bilmayman shunaqa. Oppali! O, воздушный сиденьялар. Вообще yo'q, ha? Gap yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin shahar ichida signal, shahar tashqarisidagi signali. Voy voy voy. Oppali. Mana. Xo'p, bu narx qanaqa buni? Bu avtofurgonimiz bugungi kundagi narxi 534 million 240 ming hisoblanadi. Aha. Shu to'lovni amalga oshirib, mijozlarimiz istagan paytda ushbu texnikani olib chiqib ketish imkoniyatiga egalar. Tushunarli. Euro 5 standartlarga javob beradi do'stlar. Xo'p, dizelli motor, bunda ham turbina. Bu yerdan ko'rinmadi, mana miyalarigacha turibdi ekan bu yerda. Xo'p, bunga ham 3 yil garantiyasi bor, 100 ming probeg. Xo'p, mana ko'rishlaringiz mumkin. Qo'sh balon bunda ham do'stlar. Xullas, mana orqadan ko'rinishlari. Kimda kim qiziqsa, pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana sizlarga tayyor servis. Xullas, kimda kim qiziqsa, bosib olgan joyi inshaalloh mani nomimdan kelsalaring chiroyli qilib, xursand qilib chiqarib olishadi akalarimiz. Xo'p. Endi aka manzilni tushuntirib o'tsak, Bizning manzilimiz juda ham qulay lokatsiyada joylashgan. Sergeli mashina bozoridan ipodrom buyum bozoriga yo'nalishida Sergeli Choshtepa bekati orqasidagi Samoyka oldida joylashgan gap FAV yo'q. markazi. Gap yo'q. Yana kimda kim qiziqsa, pastda raqamlar qoldiraman. 12 ta viloyatda filiallari bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring, qo'shimcha ma'lumotlar ham berishadi. Sizga ham kattakon rahmat. Rahmat. Ma'lumot uchun. Alloh rozi bo'lsin aka. Rahmat. Gap yo'q. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.